Har dam olish kuni bo'lganda bolajonlar judayam xolasinikiga borishni xohlaydi. Shuning uchun bugun opamnikiga keldik. Opamni uyi unchalik uzoqda emas, 10-15 minutlik yo'l. Domofonni cholib ichkariga kirgandik. Tepadan Madinka jiyanim yugurib tushdi yordamga. 5-etajga ham ko'tarilib oldik. Bolajonlarni ustini alishtirib, mana ular risolat qilishga o'tirishdi. Mansur ham uxlab yotganda u ham turdi. Ustalarini alishtirdik, o'yinchoqlarni yoyib berdik. O'ynab yotibdi u ham. To biz kelgunimizcha Imonaxon ovqatlarni tayyorlab, stollarda nakrivat qilib, choylarni damlab qo'yibdi kelishimizga. Jiyancham 9da bitirib kollejga kirdi. Ishonsalang qizlar ham kollejda ham o'quvlarini ham uydagi ishlarni eplab o'tiradi. Ayasi har kun ishga boradi. Ishdan qaytishlariga ovqatlarni qilib qo'yadi. Buni yoshida biz ko'chada o'ynab yurar edik. Bu esa hamma pishiriqlarni biladi, ovqatlarni biladi. Qo'li judayam shirin va bamani qilib tayyorlaydi ovqatlarni.